Assalomu alaykum mening aziz podpishchiklarim. Mana bugun 7-mart 25-yilning sahar soat 3da uzoq kutgan vaqtim ham yetib keldi. Men bugun Toshkentdan Germaniyaga qarab yo'l oldim. Germaniyaga ketishni men 1 yildan beri havas qilib, niyat qilib qo'ygandim. Kecha men Toshkentga kelgandim, hostelda bir kecha dam olib, bugun mana sahar soat 3da yo'lga tushdim. Toshkent aeroportiga. Ko'rishguncha, agar videomni oxirigacha ko'rib borsangiz, qiziqarli voqealarni ko'rasiz. Qanaqa qilib meni turmush o'rtog'im Germaniyada kutib olganini, qanaqa qilib joylashganini uylarimda ko'rasiz. Bu Toshkent aeroporti. Toshkent aeroporti menga juda yoqadi. Chiroyli, shinam va umuman Toshkent shahrini yaxshi ko'raman. Lekin baribir ham Germaniyaga ketaman, chunki meni turmush o'rtog'im, ya'ni sevgilim meni kutmoqda. Aeroportda registratsiya stoykasining oldida juda ko'p o'zbeklar bor ekan. O'zbeklar ichida ishga ketadigan, o'qishga boradigan Germaniyaga. Nemislar bor yo'g'i 3 dona, 4 dona nemis, qolgani hammasi o'zbek. 40 kishi. Registratsiyadan o'tdim, biletimni oldim. Долгожданный мой билет. Uzoq kutgan chiptam. Dunyo qaraydi, nimada migratsiyonda o'tkazadi, bilet oldim, ne qaraydi. Vizamni u problemni qaraydi. Chiptani bagajimda Düsseldorfgacha boradi, yana Münchengacha men o'zim boraman, bagajimda. Kechirasiz. Xullas yetib boraman-da. Ovqat sotib oldim aeroportda, chunki qornim ochdi. Faqat qornim ochyapti shu kunlarda. Aeroportda juda qimmat ekan. Bitta manaqa kuritsa teriyaki, guruch, maka jo'xori, tovuqning go'shtidan bo'lgan 104 ming, mana shu bir porsiyasi. 104 ming. Choy, oddiy choy Ahmad 20 ming so'm, 124 ming bo'ldi mana shu ikkalasi. Aeroportda. Представляете? 8 dollar, bu 2 dollar, 10 dollar. Qimmat. Jonim ketgan. Ovqatlanib olay, keyin sizlar bilan aloqaga chiqaman. Kayfiyat zo'r, uxlaganim yo'q. Bugun umuman nijja qoqmadim, video qo'ydim, keyin yo'lga tayyorgarlik ko'rdim. До встречи. Mana hayajonli daqiqalar. Hayajonli daqiqalardan biri. Sekin avtobus samolyotga qarab bizni olib boryapti. Toshkent samolyotiga. Toshkent Airways havo yo'llari. Yo'lda Toshkentga chiqadigan samolyotga chiqish vaqtida bir podpishchikni ko'rib qoldim. U qiz ham Germaniyaga ketayotgan ekan. Ismi Malika. Подписчицам. Siz o'qishga ketyapsizmi? Молодец. Umidchilik siz videosi ko'rib tursam, abidagi o'zimga chiqib seriyozmi? Qarang, nasib qilganimiz. Yuqtirdim. Xullas samolyotga o'tirdik. Podpishchitsamni ko'rib qoldim. Juda xursand bo'ldim. Men olgan kuni olgan ekan vizani. Xursand o'zi ham. Sizning videongizni ko'rib, ertasiga menga javob keldi deb. Представляете? Ismi Malika ekan. Malika, привет. Azizlarim, eng qizig'i samolyotda bor yo'g'i 40 kishi bo'lganligi uchun bo'sh o'rindiqlar ko'p edi. Mana men, masalan, 3 ta o'rindiqda bir o'zim uxlab 7 soat havoda mazza qilib uxladim. Uxlashni yaxshi ko'raman. Mana ko'ryapsizmi, oyoqlarimni cho'zib xuddi poyezddaqa uchdim. Juda menga повезло. 7 soat o'tirish juda qiyinroq. Shuning uchun men bu safar mazza qilib uchdim. Naq Münchengacha dam olib keldim. Yana bir voqeani aytib bermoqchi edim. Ikkita paxta gulli kosa olgan edim sovg'a uchun qaynonamga berishga. Rosa chiroyli ikkita O'zbekistonning paxta gulli piyolachasi. Uni sinmasin deb yonimdagi sumочкаga qo'ysam, ikkalasi ham sinibdi. Juda xafa bo'ldim. Bir taraflama kelgan balo shunga ursin deb yana o'zimga keldim. Qarang qanaqa chiroyli piyola edi.
chunki Germaniyada bunaqa idishlar yo'q. Qaynonamni xursand qilmoqchi edim. Lekin afsus, taqdir emas ekan. Avvaliga juda xafa bo'ldim, настроением tushib qoldi. Sinmasin deb oldimga olganim bo'ldim, lutchi chemadonga solsam bo'lar ekan. Lekin mayli, kayfiyatni tushirmayman, chunki meni yangi hayot kutyapti. Mana nihoyat Myunxenga ham yetib keldim. Myunxenda пересадка qilaman Düsseldorfgacha. Düsseldorfda meni erim kutib oladi, chunki Köln Düsseldorfdan uzoq emas. Bor yo'g'i 15 minut 20 minutlik yo'l. Myunxendaman. Hozir пересадка qilib Düsseldorfga ketaman men. Terminal 2 kerak menga. Myunxen aeroportida vitrinada mana shunaqa chiroyli nemetskiy avtomobillar ko'rgazmasi turibdi. Bu BMW markasi, yangi chiqqan BMW markasi. Albatta, avtomobil lyubiteliman, yaxshi ko'raman mashinalarni. Shunaqa mashina rosa chiroyli, havas qildim va niyat qildim. Menda ham shunaqa mashina bo'lsin deb. Bu audio ham yangi markasi. Shunchaki sizlarga ko'rsatishga qaror qilib videoga oldim. Iltimos, kanalimni ko'rsalaringiz albatta like bosing va podpiskani bosing, chunki kanalimning rivojlanishiga bu yordam beradi. Agar albatta sizga qiyin bo'lmasa. Hurmat bilan Nargiza. Zarani rahmat. Azizlar, men hozir Myunxendan Düsseldorf samolyotiga o'tiraman. Sizlarga ham adashtirib yubordim. Bor yo'g'i 1 soat 15 minutlik yo'l. Samolyotda havoda uchaman. Myunxen, Düsseldorf tushundilaringiz-a? Mana samolyotga o'tirdim. 1 soat 15 minutdan keyin meni xo'jayinim kutib oladi. Juda hayajonlanyapman. Mana Düsseldorfga keldim. Chemodanimni qabul qilib olaman. Chemodanim tez kelib qoldi. Mana olib. Endi chiqishga qarab yo'l olaman. Hayajonlanyapman, albatta hayajonlanyapman, chunki meni turmush o'rtog'im meni tashqarida kutib turibdi. Мамочка дорогая. Va nihoyat, mana Robin, tanishing. Kutib oldilar meni xo'jayinim. Baxtlimiz. Скажи, sag mir, ich bin glücklich, du glücklich говори. Ich bin glücklich, wir sind glücklich. Так, ладно. Robin meni kutib oldi, hozir tualetga ketdi. Gulchalarini qarang, tak milo. Tak milo. Sevgi deydilar buni, sevgi. Pul uchun emas, sevgi uchun. Sevgi uchun tekdim shu insonga, yaxshi inson. Sizlar ham baxtli bo'linglar. Sizlar ham har doim sevib va sevilib yashanglar. Sehr gut, Wetter. Туда. Мы уже приехали. Еще ein Auto. Я? Нет. Нет. Окей. Туда. Zwei Tür. Вечера. Zwei Tür. Все? Kettik? Schatz, Gentleman. Video machen, Gentleman. Спасибо. Gentleman qilmasam tarbiyasi buziladi. Yigitni eshik ochib berish vazifasi. Siz nima deb o'ylaysiz? Sizlar yigitlaringiz, erlaringiz eshiklaringizni ochib beradimi mashinani? Давай. Почему?
Wobei ich das bei dir natürlich besser finde und schöner finde, da du so freier bist. Du bist einfach, du bist ich sag mal, du bist sympathischer, du bist den Zuschauern näher. Du hast eine Nähe zu den Zuschauern. Es ist nicht einfach nur, du bist jetzt, du stellst Rezepte vor oder kochst du irgendwas und stellst Rezepte vor, mehr machst du nicht, sondern du teilst dein Leben. Das ist, finde ich sehr gut. Ja, so bist du frei und kannst aus dem Urlaub erzählen, kannst jetzt dann die ganze Aktion in Deutschland kommen. Ula hat alles klein, Ja. ganz wenig Hochhäuser. Da wohnt Willis. А, вон Фелис. Близко живешь, Фелис, Фелис, близко. Wir fahren da jetzt vorbei. Aber das sage ich dir auch noch. Schon, Johann. Großer Supermarkt. Wow, Türkisch, Koca. Ja, viele türkische. Wir haben Döner, Supermarkt, türkische Supermarkt. Мне так интересно. Und da hinten sind alles Felder. Feld, grün. Und da? Robin. А, балконы. А, да. О. Надо открывать. Открываем дверь, сейчас açamaz. Geldik. Dadasıyla geldik mi? Geldik скажи. Geldik. Да, geldik. Так. Und İşte açamaz. Assalamu alaikum. Ой. Kelinci. Kelinci dadası. Dadası kelinci. Kiri eshikni kaltlarni olib qo'ydi, uyimizga xush kelibsiz. Чемоданni bering, чемодан o'zim olaman, o'zim. Rostani o'zim qilaman hozircha. Yo'q, unaqa demanglar. Erlaring bugungi erlaring qilish kerak. Men o'rganib qolganman o'zim qilishga, shuning uchun o'zim tortaman ham aravamni. Так. Uyga keldik. Это просто фантастика. Фантастика. Schatz. Куда? Вау! Да, ла-ла-ла. Так, подожди, я прочитаю. Так, willkommen zu Hause. Добро пожаловать. Hoş gelipsen uyga degan. Willkommen zu Hause. Шарики. Schatz, du romantik? Meine Eltern romantik ekan, представляете? Schatz. Так приятно. Мелочь, но приятно. Welcome to house. Тюма, шляпки. Это что? Uyga xush Посмотрите, хранёный мёзгин. Uyga xush kelibsiz. Bu это эксклюзив. Robin und Nargiza. Nargiza und Robin. 7, 3, Mart. Nargiza und Robin. Schatzi. Shunaqa uyimiz shunaqa ekan. Mana ko'rlaring. Sizlar bilan birga keldim uyga. Mana meni yangi uyim. Dadasi, dadajonisi, скажи, ayajonisi, скажи. Willkommen, Schatz. Willkommen. Schatz. Так. Büro. Ofis. Ofis, bu erimni ofisi, bu yerda ishlaydi erim. Erim главный buxgalter. Mana uyda ishlaydi. Mana ikkita kompyuteri bor. Ertadan kechgacha bechora ishlaydi. Oddiy ishchi. Voy, aynan o'zimda erimdan. Vanna xonasi, sizlarga ko'rsatayin erimdan birgada. Davay, sen snimat qil, men aytaman. Sizlar bilan birga hozir uyni ko'ramiz. Chunki men ham birinchi kelishim, birinchi ko'rishim. Bu vanna xonasi, ertalab turib Nargizaxon protseduralar qiladi ertalab. Tishlarini yuvadi. Bu nima bu? What is it? Вот это. Alexa. Alexa, spiel Musik. Alexa, spiel Musik. Hier ist ein Mix für dich auf Amazon Music. Amazon? Stopp. Да. YouTube. Vanna xonasi. Tualetni ko'rsating deydi. Tualet? Да, туалет, hier, туалет. Tualet, нет. Du? Иди сюда. Туалетni ko'rsating. Туалет. Tualet.
Tualetida o'tiramiz unaqa qilib. Endi tualetimni ham ko'rsataman. Они спрашивают, что я не показываю туалет. Meine followers möchten туалет sehen, gucken. Verstehen? Вот, это раковина, yuviladi, qo'l обязательно tualetdagi yuviladi. Ko'p yuviladimi yo'qmi bilmayman, ishqilib yuviladi. Bu manaqa bu mani erim krutoy-ku. Сейчас, это кто? Так, сейчас. Так, следующий. Ну, это кто? Küche. Кухня. Oshxonani ko'rsatamiz, kelinglar. Svet. Oshxona. Stol pastida-ku bu. Oshxona. Qaranglar, erim menga ovqat qilib qo'yibdi. Buni qaranglar, ovqatlar pishirib meni kutgan erjonim. Guruch, podliva, chicken? Retay curry. Chicken. Chicken. Вкусно пахнет, дай больше. Ich möchte, ich hungrig. Ja, sehr gut. Так, qarang. Oshxonada ko'stovoqni yuvib, oynaga qarab, derazaga qarab, ko'stovoqni yuvasan mana. Ko'ryapsizlarmi, qanday mazza? Mazza, mazza, ma'qul. Ma'qul, Erjon, ma'qul. Menga jo'rayapti. Дорогой. Endi-chi yana. Okay, hier auch ein bisschen Chaos ist ja auch noch. Ein bisschen. Это что? Bu to'xta, stop. Bu mehmonxonasi, zal, o'tirib, ko'rib, televizor ko'rib, o'zim eshitiraman, endi erkak yolg'iz yashagandan keyin shunday bo'ladi-da. O'tirib, pultni bosib, kinoni ko'rib, choyni ichib, dam olasan. Stop, Nargiza, uspokойся. Uspokойся, Nargiza. Так, balkonni ko'rsatamaydi-da, bu erim mana bechora kirlarini yuvilgan. Ketdik. Dальше ketdik. Uyimizda. Mana uyimiz. Mana biz uyimiz oddiygina koshonamiz, o'zimizga yarasha maza qilib yashaymiz erim bilan. Вот это. Что? Handy? Да, давай. Telefon qolib ketibdi mashinada. Shunaqa qilib menga surpriz qilgan ko'rdingizmi meni erim? Ana nimaligini nima? Spalni xonasi qayerda edi? Adashdimmi yo'q? Bu yoqda edi, voy adashib qoldim. Mana surpriz. Oy, odar boraman, Shkaflarda. Erimni kiyimi. Erimni shkafi. Nimalar bilmasalar, mayli uni keyin ko'ramiz. O'zim ayolda, mana bu ayol qo'li bo'lmasa ham bo'lmaydi-da uyda. Bilingan ayol qo'li yo'qligi. Bu mana men shkafni tayyorlab turib qo'ygan, meni kiyimlarim turadi. Oddiygina, soddagina, pul uchun uchqanim yo'q. Pul uchun deysizlar, pul uchun emas. Hozir yo'ldan keldim, ko'rdilaringiz. Charchab, ozroq dam olib, choyni ichib, dushga tushib, endi ertaga ko'rishamiz. Пока. Urib oldim. Qo'limni urib oldim. Menga bilasizmi, qaysi joyi yo'qdi? Spalnisiga yana kiraydi. Adashib qolyapman men. Adashib qolaman. Yo'q, Spalni topolmayapman, tavba qilib. Spalni, mana spalni. Menga mana bu yoqdi ayniqsa. Uyga xush kelibsiz degan. Originalna qizlar, yigitlar. Originalna. Keldingizmi dadasi? Dadasi keldingizmi? Keldim deng. Keldim deng. Keldim. Keldim deng. O'zbekchani o'rgataman. Willkommen. Shat, adashib qolyapman uyingizda, uylarimizda. Adashib qolyapman. Xullas bo'pti, biz damimizni olib, ertaga aloqaga chiqamiz. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bye.